Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovman. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi mana 2026-yil 2-yanvar kuni barchangizni kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. Oilangizga kuch-quvvat so'rayman. Qolaversa, mana yana hozir YouTube orqali mana bu men turgan joydagi maktab Farg'ona viloyati Furqat tumanining 29-maktab rahbari, ya'ni direktori deyiladi. Gulirano Qosimovaga nisbatan kunniga murojaatlarda bu ayolni nima qilib bo'lsa ham bu asabiga tegishmi bilmayman. Unisi chiqyapti, u deydi, bunisi chiqyapti, bu deydi. Lekin bu YouTube orqali gapirib turgan gaplariga men ham hozir shu munosabat beray deb mana shu bu Gulirano Qosimovaning boshqaruvida bo'lgan maktabga kelib, bugungi dam olish kuni, ya'ni 2 yana qaytaryapman yanvar kuni bu maktabni mana shu 1-sinfdan tortib to 11-sinfgacha boshqaruvida bo'lgan maktabning yoniga kelib olishimiz sababi bu hudud Farg'ona viloyatining Furqat tumanining chekka olis joyida, ya'ni markazdan, ya'ni Navbahor deb yangi nom bilan olingan 1996-yil ajrab chiqqan adashmasam, unda Furqat tumani bo'lib, keyin Navbahor bo'lib, shuncha ajrab chiqdi bu joylar. Mana shu hozir markazdan olis joyda boshqarib turgan Gulirano Qosimovani barcha insonlar shu boshiga tashli gaplar gapirganiga men hayron bo'lib bu joyga keldim. Lekin mana bu maktabda hozir bu Gulirano Qosimova bu maktabga qarashli ikkita yana yoshlar uchun shu qo'shimcha bu joydan 5 kilometr narida yana bir maktab bor. Yana 15 kilometr narida yana bir maktab bor. Shu joylarni ham boshqarib turgan holatini bular e'tiborga olmaydi-da, lekin faqat Gulirano Qosimovani hamma narsalarning ustidan mag'zava og'daryapti. Mayli, lekin bu mana hozir yaqinda shu Farg'ona viloyatining sud tomonidan bu Furqat tumanining ichki ishlar xodimlariga nisbatan shu kamchiliklari uchun ikkita ichki ishlar xodimiga nisbatan qaror chiqarib jazo berildi. Endi yana qolaversa, prokuraturaga ularni yana qayta surishtiruv uchun 9 ta ichki ishlar xodimiga nisbatan yana qayta surishtiruvga sud tomonidan taqdimnomalar chiqarildi. Lekin bu narsa yakun topishini hamisha O'zbekiston xalqi bu nima bilan yakun toparkin deb hamma jim turgan paytda kuni kecha yana mana bir domlamiz bor. Muxtor Ali degan domla chiqib bir o'zining sud tomonidan kimlarga qandaqa jazo berilganligi haqida murojaat qildi. Lekin bunga nisbatan munosabat bildirish uchun Gulirano Qosimova Abror Muxtor Aliga qo'l telefoniga chiqib, ularni bo'lyapti turgan jarayonni tushuntirish maqsadida so'z borsa, bu Muxtor Ali siz menga eringiz bilan keling deb Guliranoni so'zlarini eshitmay rad qilishga harakat qilib, u bilan suhbat qilmadi. Lekin bu ayol zoti, ayol boshi bilan bu Muxtor Aliga gapirgan gapini, qani qayerda meni kamchiligim bo'ldi degan mazmunda so'rash maqsadida telefon qilsa, faqat bu Muxtor Ali unga nisbatan rad qilib, turmush o'rtog'ingiz bilan keling deb gap qilyapti. Lekin bu shunchalik bu ayol mana ayol bo'lib shu maktablarda, shu olis joydagi yoshlarga dars berib, bilim berib, ilm berib, nutq berib, shu narsalarni o'rgatganini, lekin ko'pchilik buni e'tiborga olmayapti. Lekin bunga mana hozir yana YouTube orqali bu
Gulirano Qosimovani yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga murojaat qilganini eshitib, men hozir shu olis joyga kelib, bu joydan sizlarga bo'lyap turgan holatlarni gapiryapman. Lekin men 2025-yilning 30-dekabr kuni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov bilan suhbat bo'lib, bu Gulirano Qosimova haqida men suhbat qilib o'tgandim. Lekin men buni hali mana 5-6 yanvar 2026 kuni menga bular bu bergan savollarimga javob beraman deb menga javob etishgan. Lekin Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarma boshlig'i general-mayor Azbekrov bilan ham men 2026-yil 1-yanvar kuni men qo'l telefoniga bog'lanib, bu holat bo'yicha ham men murojaat qilganman. Yozma emas, og'zaki emas. Yana qaytaryapman. General-mayor Azbekrovning qo'l telefoni bilan bog'lanib, men bu holat bo'yicha qiziqqanman. Endi yana nima demoqchiman? Bu Senat raisi Tanzila Narbayeva. Sizga men murojaatim. Bu holatga siz ham ayolsiz. Qani bu ayolni himoya qilib turgan sizni xotin-qizlar qo'mita raislaringiz? Nima qilib bular qaysi ishi uchun maosh olyapti? Nima uchun bunga sovuqqonlik bilan bu holatga qarayapti? Mayli, men bu bilan Gulirano Qosimovani oqlaganim yo'q. Hamma narsani vaqti bor. Lekin hali yakun bo'lgani yo'q. Bu hozir hamma xayolida bo'ldi deydi. Mayli, bu bilmayman nima maqsad qilyapti bular tushunmayman. Endi hurmatli yurtdoshlarim, mana bu bo'layap turgan holatlarga hammalaring boshlaring qatgan. Nima yakun bo'larkin degan holatlar bor. Lekin bunga bizning mana bu adolatli sudlarimiz hammasiga o'z qarorini, o'z qonunlarini ishlatib, hammasiga o'zlari baho beradi. Lekin mana bu kechirasizlar hurmatli yurtdoshlarim, mana bu 8 minutli efirimda ketkizgan megabaytlaringga rozi bo'linglar. Lekin men domla Muxtor Ali Abrorga mening murojaatim shuki, siz ham mana bu bir Aziz Medgarodok deganda ham siz bratishkamsan, men sen uchun turib beraman degan so'zlaringizni ham YouTube orqali men eshitgandim. Endi siz nima deyapsiz kuni kecha Gulirano Qosimovaga men borib shu qiz uchun turib beraman deyapsiz. Siz kechirasiz, siz o'zingizni domlalik ishingizni qiling. Bu ishlarga siz xalaqit qilmang. Bu qiz o'zi mana eshityapsiz, 9 ta erkak bilan kurashib, so'zini so'ziga, gapini gapiga keltirib, mana oxiri va nihoyat qayta surishtiruvga chiqardi. Lekin bu bilan qachon bunga munosabat, kim nima beradi, hali hammasi bu qorong'u. Lekin yana qaytarib aytyapman, Muxtor Ali, men sizga aytyapman, men Farg'ona viloyat Dang'ara tumanida yashovchi Usmonov Muzaffar Mahmudovchiman. Aloqa qo'l telefonim 93lik 056 45 54. Bu borada men Farg'ona yana qaytaryapman. Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov bilan 30-dekabr 2025-yil kuni ham suhbatlashganman. Qolaversa 2026-yil 1-yanvar kuni general-mayor Azbekrovning qo'l telefoni bilan bog'langanman. Va nihoyat bundan keyin prezident maslahatchisi Tursunxonaga Xudoybergiyevga ham murojaat qilib buni aytaman. Tanzila Narbayeva, bunga munosabat bering. Meni siz juda yaxshi bilasiz, juda siz bilan men suhbat qilganman. Siz senatda qonun chiqaruvchilar bilan bilasiz, lekin xuddi shunday holat bo'lgan. Bir Navoiy viloyati Karmana tumanida bo'lgan Dildora Boymurodovani ham xuddi shunday holatlar bo'lganda men sizni oldingizga borib, yuz-yuz bo'lganman Tanzila Narbayeva. Hurmatli yurtdoshlarim, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. 2026-yil yillaring shirin, totuvli o'tsin. Tinch bo'linglar.